Sotoro, senga yangi vazifa bor. Rahmon Valid YouTube'ga yangi Kuroyokaba nomli anime haqida yangi video chiqaribdi. Shunga like yo'q qo'shing kerak bo'ladi, aytib qo'yay. Vazifa bajarilmasa, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Hammaga salomlar. Sizlar bilan Rahmon Valid va bugungi videomizda Kuroyokaba nomli anime haqida gaplashamiz. Va uni albatta qayerdan topish haqida ham. Videoni to'liq boshlashdan oldin esa ekranga yaxshilab yaqinlashib olib, u eshikka bu narsa olib oling. Unday bo'lsa biz boshladik. Kuroyokaba bu 2024-yilda chiqqan Steampunk, misteri va sarguzasht janridagi anime film. Uni Shigeru Tashikara yaratgan va rejissyorlik qilgan. Anime juda noodatiy atmosfera, eski industrial dizayn va turli yerosti shahri muhitiga ega. Dunyo qurilishi jihatidan anime Steampunk, retrofuturizm, noir detektiv, industrial fantasy uslublarini aralashtirgan va eng kuchli tomoni ham aynan shu atmosferasida. Dizayn atmosferasi. Anime dizayn eski Yaponiya bug' dvigateli texnologiyalari qorong'u metro shaxtalaridan ilhomlangan. Asosiy protagonist dangasa ko'rinadi, lekin aqlli detektiv shahardagi ommaviy g'oyib bo'lish sirrini tekshiradi. Ko'proq nodir detektiv qahramonlarga o'xshaydi. Ismi esa Sotoro Otsuchi. Xo'p, keyingi qahramonlarimizdan bu Tani eng mashhur personajlardan biri. Zirhli poyezd komandiri, kumush sochlari va to'liq sariq ko'zlari bilan juda ajralib turadi. Xarakteri sovuqqon, sirli va xarizmatik anime dizaynidagi eng ikonik obrazlardan biri. Keyingisi esa Saki, yetim informatik qiz, detektivga yordam beradi va yer osti dunyosiga kirib boradi. Asosiy vazifasi detektivimizga ma'lumot yetkazib berishda yordam beradi. Afsuski, uni o'g'irlab ketishadi animeda va uni topishga Otsuchi harakat qiladi va oxir-oqibat topadi albatta. Do'stlar, keyingi personajimizni gapirib berishdan oldin esa kanalimizga obuna bo'lishni unutgan bo'lsangiz, like tugmasini ezishni unutgan bo'lsangiz, ezib qo'ying. Albatta videoni to'xtatgan holatda ushbu videomiz haqida ham o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang albatta. Do'stlar, xo'p, ushbu animemizni esa Anivos 3D studiyasi jamoasi bilan birgalikda dublyaj qilyapmiz. Albatta bu tez orada Anivos 3D kanalida chiqadi. Albatta birinchilardan bo'lib uni ko'rish uchun Anivos 3D studiyasi kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Albatta bu Telegram kanalimiz ekraningizda ko'rinib turibdi. Shuning uchun hoziroq o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim, agar esingizdan chiqib qolmasa. Xo'p, bundan tashqari video opsiyaniyasi kommentariylarga ham yozib qoldiraman. Albatta do'stlar, ushbu videomizni keyinroq ko'rayotgan bo'lsangiz, ushbu anime allaqachon Anivos 3D studiyasi kanaliga tashlab bo'lingan bo'lishi ham mumkin. Do'stlar, agar bu videoni qachon ko'rayotganingizga bog'liq albatta. Bo'lmasam, videomizni davom ettiramiz. Keyingi qahramonlarimizdan biri bu Inorizaka. Bu amakimiz tufayli butun syujetli animemiz boshlab beradilar. Albatta, bu amakivachamiz qiziqarli xususiyatlari, jurnalist tadqiqotchi sirli voqealar haqida ma'lumot olib keladilar. Va shu bilan ushbu qiziqarli animemiz boshlayotganimdek boshlanib beriladi. Sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agar men ushbu animeni syujet haqida biror bir gap sizlarga aytadigan bo'lsam, anime sizlarga umuman zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha anime sizlarga zerikarli bo'lib qolmasligi uchun animedagi personajlar va grafikasi haqida biroz va qisqacha, lo'nda va chiroyli qilib gapirib berishga harakat qildim. Ya'ni aytmoqchimanki, bu videomni ko'rib, ushbu animega qiziqishingiz ortgan bo'lsa, ko'rish istagi paydo bo'lgan bo'lsa va biroz bo'lsa-da dam olgan, ya'ni hordiq olib olgan bo'lsangiz, men juda ham mamnunman. Albatta shunga o'xshash bo'lgan yangiliklar haqida bilishni xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki yo'qotib qo'yishingiz ham mumkin. Do'stlar, agar bugungi videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, aynan shu yerda tugataman va keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb qolaman. Xayr do'stlar.